Uskunaga, o'sha yerda Ekobozor chorrahasi, bu yoqqa Maksim Gorkiga, bu yoqqa TTZlarga ketadi. Mana bu yalang'och Haytek masjid. Shu yerda bunday kelganinglarda mana bu yerda 6 etajli, mana bu chiroyli novostroyga, garajogimiz tushgan. Shu yerda 3 xona 6-etaj Yevro remont mebel texnikalar bilan naqdga ham, ipotekaga ham qilsa bo'ladigan joy chiqqan. Hozir sizlarga ichlarini ko'rsataman. Ana shinamgina fayzli xonadon chiqibdi. Haligi aytgandek 6-etaj tayyor, mana hamma narsalar bilan stroyni bilan gullagacha mana olib kelib qo'yishibdi. Bir chekkadan boshlayman. Mana bu detskiy xona. Detskiy xona ham katta. Mana shu oynadan bitta obzor ko'rsat mana. Haligi Haytek masjidimiz, bu yoqda domla yo'q. Shunday azon ovozlari eshitilib turadi. Orqasi juda chiroyli. Mana bu yog'imiz mana spanli родительский mana tayyor shkaflari, matraslar bilan shunday aytaman. Bu yoqqa kelasizlar. Kiyim-kechak, oziq-ovqatdan olib kelib, xudo xolasa yashayverasiz mana. Kirib mashinalargacha hammasini chiroyli qilib qo'ygan. Mana bu oshxonam. Oshxona ham chiroyli, yorug', stullar tayyor. Betimiz elektrikli. Gazdan mana mana zalam zo'r chiqibdi. Zal katta, keng, mana yoqlarni ham ko'rsat, mana televizor zonali, bemalol o'tirib, shu yerda mehmonlarni kuturasizlar. 3 xona 58 kvadrat, naqdga ham yarmini bir ipoteka qilsanglar ham bo'lar ekan. Narxini 86 ming so'rashyapti. Novostroykaga zo'r narx. Kimga qiziq bo'lsa, shu Mirzo Ulug'bekdan qarayotganlar bo'lsa, tashab qo'yinglar, olib mazza qilib yashanglar, tamom.